Assalomu alaykum hurmatli texnika ishqibozlari. Bugun forumimizda Zala 936 modelimiz. Bu modelimizning tovush kubasi 0.65 kuba. 2 tonnagacha bo'lgan yukni 320 balandlikka ko'tarib bera oladi. Motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismi 58 kW, 77 ot kuchi, turbina bilan jihozlangan. Aparat motor hisoblanadi. Modelimizning o'lchov razmerlari, texnikamizning o'lchov razmerlari uzunasiga 5,5 metr, balandligi 270, eniga 1.95. Salon qismidan haydovchi uchun barcha qulayliklar mavjud. Sidinalari regulirovka bo'ladi. Konditsioner bilan jihozlangan. Boshqaruv joystikli, ventilyator ham bor. Avtomat korobka. Bu texnikamizning narxi va boshqa ma'lumotlarni olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.